Otasini uyida kiyimsiz emas edi, sen uni kiyintirib qo'yading. U otasini uyida ochmas edi, sen uni to'ydirib qo'yading. Vaholanki, balki uning otasini uyi sening uyingdan yaxshiroq. Sening uyingda u xizmat qilsa, hamma aytganini qilsa, u otasining uyida malikalardek yashaydi. Lekin hammasidan kechib seni yoniga ketdi. Sen bilan turmush qurishga non bersangiz non, tosh bersangiz toshdek keldi. Va seni avlodingni u ko'tarib yurdi va dunyoga keltirdi Allohning iznida. Va hammasini sen uchun kechdi, qomatidan, chiroyidan, hammasi. Sen bo'lsa arzimagan bitta qanaqadir kichkina arzimagan narsalarni deb uyga tashlash, ajrashishlik shunaqa masalalar bitta. Azla erga tegayotganda eri uchun hammasidan kechib keladi. Men buni hamma oilaga tegishtirib aytmayapman. Ba'zi bir odamlar o'zi tushundi kimgaligini. Qarorni berish seni qo'lingda. Chunki sen erkaksan. O senga itoat qiladi. Nimaga qolgan payt har doim xo'jayi gap gapiradigan, nuqta qo'yadigan sanu именно bu masalada o'shini xohladida. Ayollarga qo'yib bersang nimalarni xohlaydi? Saqlab qolish ham, ajrashlik ham erkakning qo'lida. Ayollar qanchalik injiq bo'lmasin, qanchalik qaysar bo'lmasin, hammasi erkakning gapi bilan. Erkakning ham qo'yishi nuqta qo'yiladi, to'xtasa to'xtaladi. Shu sababdan hammasi seni qo'lingda erkak.